arzon sayt bu har doim qimmat reklama. Saytdan ekonom qilib arzonga sayt yaratib Google reklama yoqiladigan bo'lsa, o'sha reklamadan tushayotgan lidlar, zaявkalar sizga qimmatga aylanadi. Misol uchun oddiy sayt yaratildi-da, Google reklama yoqib yuborildi. Reklamadan saytga $1 100 ta perexod bo'ldi, 100 ta odam kirdi. Shu 100 ta kirganidan 10 tasi zayavka qoldiryapti, lid tushyapti-da, 90 tasi chiqib ketyapti saytdan. Demak, biz $100 ishlatyapmiz va 10 ta lid olyapmiz. Har bir lidning narxi bizga $10 dan tushyapti. Xuddi shu reklamani, shu budjet, shu nastroykasi bilan sotuv saytga yoqadigan bo'lsak, также $1 dan biz 100 ta odam olyapmiz-da, уже 10 tasi emas, 20 ta odam lid qoldiradi. Bu degani $100 ga 20 ta lid olyapmiz. Har bir lid $5 dan aylanyapti. Oddiy saytda o'sha $100 ga biz 10 ta lid olyapmiz, sotishga ixtisoslashgan sotuv saytda $100 ga o'sha 20 ta lid olyapmiz. $10, $5. Sodadagilar yaxshi bilishadi, shunaqa sotuvchilar bor, o'sha do'konga kirgan klientni ushlab oladi. Shu nimadir sotmasdan chiqarib yubormaydigan sotuvchilar bo'ladi, также operatorlar ham bo'ladi. Men klientlarim orasida ham bor. Oke, menga zvanok bo'lsa bo'ldi deydi. Zvanok bo'lsa bo'ldi, u nimadir sotadi. Unaqa sotuvchilarni, unaqa operatorlarni har doim savdosi baland bo'ladi. Xuddi shunaqa sotuv sayti ham o'sha reklamadan kirayotgan potensial mijozlarni maksimum ushlab qolish kerak. Sotish kerak u. Xullas aytmoqchi bo'lganim, har doim reklamadan ayb qidirmasdan yoki reklamani budjetini oshirib boravermasdan o'sha saytda odam bashara qilib olish kerak.